bolalar bilan xudo xolasa fermaga kelib qoldik. Boshladik. Olma fermasi ekan. Ofisga keldik. Hozir bir kishi bo'lib pasportlarni berishyapti. Keyin xonaga joylashtirar ekan. Olmalar уже pishishni boshlagan. Yana bir hafta 10 kunlik ishi borda. O'sha yashiqlarga terishadi. 250 kilo, 400 kilo keladi mana shu yashiqlar. Bitta biniga 18 funt, 20 funt berishadi. Bu bizni so'mga 300 ming so'm bo'ladi, 350 ming so'm atrofida.